Turtovka bo'lgan arini tuzatishni yana bir bor ko'rsataveraman. Arilarni biz dalaga jo'natdik. Bitta bu arini jo'natishdan oldin qarasam turtovka bo'lgan ekan, qoldirdim. Endi buni tuzatib 2-3 kundan keyin toqqa jo'natamiz. Tak, demak ketdik. Mana bu chekkasini men mixqa qo'ydim, yo'lga ketadi deb. Turtovkasi borligi uchun qoldirdim men buni. Mana bu mixlarni olib tashlaymiz. Tak, mana mixchalarni. O turtovka bo'lganligini ko'rsataman. Bu oila vaspitatelka bo'lgan. Ona ari chiqazganmiz, lekin o'ziga qoldirgan ona arimiz urchib kelmagan yoki noma'lum sababga o'xshab yo'qolib qolgan. Bularda urug' yo'qligi uchun ona ari chiqaza olmagan va natijada turtovka bo'lib qolgan. Mana ko'rinyaptimi? Qanchalik? Mana erkak ari tuxum qo'yishni boshlagan. Mana baland tuxum qo'yyapti. Keyin ora-oraga tuxum qo'ygan. Arilar hammasi tuki qolmagan, qorayib ketgan ko'rgan bo'lsangiz, bu siqilishdan bo'ladi. Tak. Mana ayrim urug'lari o'lgan, boshqa mana shunaqa ish qilib, gapi qisqasi turtovka. Endi buni hozir nima qilamiz? Qanaqa qilib tuzatamiz? Baxtimizga mana arimizni yarmi bu yoq tarafi bo'sh ekan. Mana ramkalari bor ekan, asali ramka ham bor ekan, qoraroq bo'lsa ham. Ramkalarni olib tashlaymiz bu yoqqa. Hozir men ramkalarni qoqib, hammasini bu yoqqa olib tashlayman. Arisni mana shu ko'chaga qoqib yuboramiz. Bu yoqqami, bu yoqqami farqi yo'q. Uyga qoqsak ham bo'ladi. Maqsad bu yoqqa qarating. Maqsad ichida hech qanaqa mum qolish kerak emas. Hatto mana bunaqa diafragmalarni mana bu burchakchalarda qornida ham mum qolish kerak emas. Mum qolsa shu mumga ishchi arilar o'zini ona ari deb e'lon qilganlar shu joyga tuxum qo'ysa ham siz bergan matkani qabul qilmasdan o'sha tuxum qo'yayotgan ishchi arini tarafini bosadi. Ya'ni tuxum qo'yayotgan ishchi ari ona aridan kuchlilik qiladi mum bo'lsa. Maqsad mumni olib tashlashdan, ramkani olib tashlashdan maqsad ishchi arilar o'zini tuxum qo'yibman-ku man deb o'zini maqtanib ko'rsata olmasligi kerak. O'shandagina biz bergan ona arimizning feromoni ustunlik qiladi. Aks holda qaysi matkani zo'rini bersangiz ham ishchi ari tuxum qo'yib tursa, arilar ishchi arini tanlab ketadi. Ishchi ari bu turtovka ari degani. Ishchi arining tuxumidan erkak arilar tug'iladi, uni hammamiz bilamiz. Tak, demak olib tashlaymiz. Kerak bo'ldi. Hozir bostiramiz. Mana bitta hozir. Timer ketyaptimi? Ha, tamam. Turtovkani chekkiga qoqish kerak, uzoqqa qoqish kerak. O'shanda turtovka arilar qoladi degan gipoteza tasdig'ini topmagan. Shuning uchun turtovka bo'lgan 10 ta, 15 ta, 20 ta noma'lum miqdordagi turtovka arilar ham uchib kelishi mumkin. Yoki o'sha joyda qolish ham mumkin. Shuning uchun buni ichiga qoqasizmi, ko'chaga qoqasizmi, uni farqi yo'q. Ona ari bergan ona arimiz turtovka ari tuxum qo'ymaganligi uchun o'zining feromoni bilan o'sha turtovka bo'lgan arini ham o'ziga jalb qilib, normalniy ishchi ari holatiga qaytaradi. Ya'ni ishchi arilik holatiga tuzaladi u. Shu usul bilan hozir bunga urug'ga kirgan ona ari beramiz. Urug'ga kirmagan ona ari bersak ham bo'ladi, lekin u urchib kelishi sal muammoli bo'lishi mumkin. Shuning uchun men urug'ga kirgan ona ari beraman bunga. Do'stlar, boyagi videoyimizda to'xtab qoldik. Bu boshqa yashik. Shu turtovkani tuzatish bo'yicha sizlarga master klassni oxirigacha o'tkazib berishga harakat qildik. Demak, bizlar arilarni toqqa olib borib tashladik. Chirchiqda hozir arilarimiz yo'q, lekin turtovkani qanaqa tuzatishni oxirigacha aytaman. Birinchi, boyagi yashigimizni ochib qarasam, yacheykalarning ichiga, ya'ni mana bunaqa yacheykalarning ichiga bundoq qilib kuzatsam, yaqinroq olib keling. Yacheykalarning ichiga turtovka tuxumni qo'ysa, ona ishchi arilarni kuti kalta bo'lganligi uchun bu yacheykaning ichiga kutini tiqib, tegigacha kutini yetkazib tuxum qo'ya olmaydi. Shuning uchun yacheykani, ya'ni katakchani atroflariga tuxum qo'yib tashlaydi hamda bir nechta tuxum qo'yib tashlaydi. Bunday yaxshilab qarasam, tegiga bir donadan tuxum qo'yilgan. Men aytdim, cho'ta bu ona arining tuxum qo'yishi deb haqiqatan ham ochib qarasam, ona ari sog'lom, kattagina ona ari tuxum qo'yib yurgan ekan. Keyin eslasam, bir 10 kuncha oldin taxminan endi turtovka boshlangan ekan, men matchni qo'yib ketgan edim. O'zimizni o'sha avstriyskiy karnikani matchni qo'yib ketgan edim. Buni qarangki, o'sha matchnik chiqib, urchib kelib, sog' salomat tuxum qo'yib yuribdi. Lekin turtovka bo'lib,
ishchi arilar ham tuxum qo'yganligi usti yopilib qolgan edi. Men sizlarga ko'rsatdim mana bundoq qilib. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni turtovka bo'lishi boshlang'ich momentlarida ozgina tuxum qo'ysa ham hali ularda o'sha turtovkaga nenavis, ya'ni nima deydi, turtovka yoqmaydi ularga. Majburlikdan tuxum qo'yishni kechirib turgan bo'ladi. Shu paytda matchnik bersangiz, matchnikni himoya qilib ularda tixesimena instinkti ishga tushib qoladi. Ya'ni turtovka yoqmayapti, tuxum qo'yishi yoqmayapti, bitta yachagiga bitta tuxum qo'ya olmayapti, bir necha tuxum qo'yapti. Yana deydi govdasi kichkina, feromoni sust deb ularni tixesimena qilishga harakat qilib turgan bo'ladi. Shu paytda matchnik bergan ekanman, matchnik chiqib, ona ari urchib kelib, sog' salomat tuxumga kirib, tuzalib ketdi. Shu yashikni toqqa olib borib tashladim. Inshaalloh bu yil shu aridan asal olamiz. Endi boyagi turtovkani tuzatishni davomini oxirigacha aytib bering. Harakat qilaman chaynab berishga. Aytganimday, ramkalarni hammasini olib tashlashda aytdim. Nima maqsadda olib tashlaymiz? Ya'ni ishchi ari, turtovka ari o'zini tuxum qo'yib, o'zini nishon qilish kerak emas, ko'rsatib bilmasligi uchun. Hatto mana bunaqa karmushkaning teglarida qolib ketgan mumlarni ham, devorlarda qolib ketganini ham qirib tashlaysiz, nima? Uni mohiyatini tushuntirdim, nima uchun olib tashlashligimizni. Ikkinchi moment. Qafasim qani? Mana ona arini, urug' qilgan ona arini mana bunaqa qafasiga qamiz, qafasning teshigi bor. Burchagiga ozgina kandi bosib qo'ying yoki ari chaplab qolmaydigan asal solib qo'ying-da. Mana men quloqchasidan sim o'tkazing-da. Ramkalarni hammasini olib tashlagandan keyin mana shunaqa devorga osib qo'ying, mana. Olib keling. Mana bunaqa bo'mbush ramkani olasiz. Osganda mana bunaqa joyiga osib qo'yasiz. Mana bu o'rtaga osib qo'ysangiz, arilar bunga kela olmaydi, pastdan sakrab chiqa olmaydi, tepadan tusha olmaydi. Bunaqa o'rtada bo'lish kerak emas. Yo, mana bu devorga tegib turish kerak. Arilar yashikning ichida sudralib yuradi-ku. Shuning uchun kelib buni atrofiga kulib hosil bo'lish kerak. Kulib bu bitta osilib turgan simda kulib hosil bo'la olmaydi. Ular tepadan kelgani bilan simingizdan tusha olmaydi. Shuning uchun qatoq qilmaslik kerak. Mana bunaqa joyiga, devorga, bu burchakka, bu burchakka. Ya'ni arilar uni oldiga kelib oladigan dostib bo'lish kerak. Osib qo'yasiz. Qafas nima uchun? Ular turtovkani qabul qilganligi uchun, boshida ona ari begona zot bo'lganligi uchun uni chaynab tashlashga harakat qilishadi. Qafasdan kira olmaydi. Qafas ona arini himoya qilib turadi, lekin ona arining feromonlari ham teshikdan chiqib, ularni mast qilib boshlaydi. Bir kun, yarim kun ichida. Keyin boyagi ishchi arilar o'zini holatidan ishchi arilik holatiga qaytadi. Ishchi arilik holatiga qaytgandan so'ng 1 sutka, 1,5 sutka, xolis 2 sutkadan keyin qafaschani kelib bundoq ochib yuborasiz. Arisini haydaysiz, klubni ochib qo'yasiz. Bo'ldi. Yoki mana bu kandi turgan joyi quloqni ochib qo'yasiz, mana bundoq qilib, quloqini. O'zlari kandini yeb chiqib, ona arini chiqazadi. Ona ari chiqib, boyagi arilarning ustida, ichida bir-biri bilan shiqalanib, oyoqlari bilan bosib, bir-biri bilan tili ovqat bilan feromonlarni qabul qilib, unga ishchi arilar ovqat berish kerak, ona ari ovqat. Ya'ni o'zini oilasida bemalol sudralib, yoyilib, mana shunaqasiga o'rganib, muhitga moslashib olish kerak. Ya'ni 1 sutka shunaqa ona arini qo'yib yuborgan holatda tashab qo'yamiz o'z holiga. Agar och qoladi desangiz, ustiga ozgina sirop sepib yuboring 1-2 marta tis qilib. Ayrim och qolgan arilar to'kilishi mumkin-da, lekin 2 kunda och qolmaydi. Arilar har doim o'zini och qolgan taqdirda o'zini zaxirasi bo'ladi, issiqlik bo'lsa bo'ldi. Keyin 3-kuni bularga quruq sush berasiz. Sush. Mana bu urug' bo'lish kerak emas. Iloji bo'lsa ozgina asali bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Sushni bergandan so'ng ona ari kelib sushga tuxum qo'yishni boshlaydi. Ko'pchilik o'zini eski ramkasini qaytarib beradi. Uni ichida erkak ari tuxumlari yoki ishchi ari tuxumlari bo'lishi mumkin. Hali 100% ona arini qabul qilmagan bo'ladi. Shunda ona arini o'ldirib qo'yib, o'zimiz tuxumdan chiqazib olamiz deyishi mumkin. Shuning uchun quruq sush berasiz. Ozgina asali bo'lsa, asali yaxshi bo'ladi. Asali yo'q bo'lsa, ozgina shakar qo'yib yuboring. Och qoldi bular 2-3 kun ichida. Shuni berasiz. 3 kun bezovta qilmaysiz. Ovqatni berdingiz, sushi berdingiz, ona ari bor, bo'ldi. 3 kundan keyin kelib, o'sha mashina tuxum qo'ygan bo'ladi. Shu usul bilan 100% любой состояние, любой darajadagi, любой royning eng pikiga chiqqan bo'ladim, endi boshlangan bo'ladim. Любой har qanday royning любой pozitsiyasini tuzatish mumkin shu usul bilan. Boshqa usullar bor, ularda endi to'g'ri 100%lik bo'lmaydi. Shu usul bilan demak royni tuzatib olishingiz mumkin bo'ladi. Ona arini qayerdan olamiz? Ona arini menga telefon qilsangiz, menda xudo xolasa faqatgina karnika avstriyskiy, ko'pchilik aytadi Avstriya shu karnikani vatani deydi. Sloveniya, Avstriya o'sha Avstriyaning bizda Imego liniyasi bor. Imego liniyasini hozir ko'rsataman, turishi qanaqa. Va uni ushbu avstriyskiy Imego liniyani nega yaxshi ko'rishimni aytaymi sizlarga. Birinchi navbatda yovosh ari. Juda yovosh. Kechasi hatto olib men qoqib, shotkalab olib borib, ona ari ekaman. Yovosh.
Ikkinchidan, arilar qorin tuyg'izib gavdasi katta. Uveren yuradi. Ba'zi arilar bor, men tanishlar, bilishlar, do'stlarimiz chaqiradi, arisini ochib, shunday qo'limga olib boraman desang, arilar mana shunday turgan bo'ladi, qo'lingizga qaraveradi mana shunday. Endi ko'rsataman-da tushunarli bo'lishi uchun. Och, ya'ni ziqina arilar. Bitta qo'lingiz движение qilsa, shu qo'lingizga uchadi. Arilar qorni orqa qorni bor, belidan pastda qorni. Qorni kichkina qilib olgan. Demak aytdik, ular qorni tuyg'izib uvereni yuradi. Uncha-munchaga chaqmaydi. 3-holat. Ona ari Karpatga nisbatan ramkasida tepasida ovqat qolmasa ham tuxum qo'yaveradi. Mana misol uchun men ko'rsataman hozir. Mana bu lekin rayevoy yetib qo'ying. Mana men tepada asal ozgina qolgan. Bu oxirigacha tugaguncha ona ari tuxum qo'yishni boshlayveradi. Mana aytganday, bu rayevoy o'sha rangini ko'rsatyaptim. Bu yoq qo'ygan bu yilgi rang. Rayevoy lekin o'sha emegoni qizlari rangi sariqroq. Bormaylar. Yaxshimisiz? Sog' ol. Hozir syomka qilib olaylik, keyin gaplashaveramiz. Mana rangi bu yilgi rangda. Endi tuxumga kirgan yosh. Hozir haqiqiy o'zini o'sha emegoni qizini ko'rsataman. Rangi nisbatan sariq va ko'k rang bo'ladi. Nima deyotgandim? Ha, ovqati tugaguncha tuxum qo'yadi. Menda Karpatkani bir liniyasi bor edi. Agar shu darajada ovqati qolsa, agar shu tuxum qo'yishi qisqartiradi. Bizga tuxum qo'yishi qisqartirishi bu bizani foydamizga emas, zararimizga ishlaydi. Shu taraflarning ustunliklari bor. Undan tashqari, ko'payish bo'yicha Karpatkani yutadi, bemalol. Asal yig'ish bo'yicha ham undan qolmaydi. Yovoshligi ham bo'yicha yaxshi. Yana nima? Arini o'zini tutishi, yurishi boshqasi. Keyin men bitta narsani e'tibor berdim. Arilar o'ziga ayamaydi, ya'ni o'zini qorni tuyg'izib yuradi. Qanchalik ari o'zidan ekonom qilsa, shunchalik uning immuniteti past bo'ladi, uning umri qisqa bo'ladi, uni asal tashlaydigan qopchasi kichkina bo'ladi. Shuning uchun shu taraflama kichkina biza biladigan, bilmaydigan foydalarni hisoblasak, ertaga asal sezoniga borgandan keyin 4-5 kilogacha sizga juda katta miqdorda foyda keltiradi. Endi bu tarafida haqiqiy karniki emegoni bu yilgi qizini ko'rsataman. Buni qo'yganimga bir 2 hafta bo'ldi. Boya men bitta ko'rdim, yuruvdi. Hali tuxum ham ko'p qo'ymagan. Tak, men tuxum qo'ygan, hali ustini yopishga ulgurmagan. Bu yerda yo'q ekan, qayerdadir qochib ketdimi darrov. Tak, ko'rinmayapti bu yerda. Ha, mana. Mana shu karnika. Rangini qarang. Qop-qora emas, sap-sariq emas, orqasida rangi bor. Sap ko'kroq rangi bor. Yo'q, yelkasidagi ko'kni aytmayapman. O'zini orqasidagi ko'k. Keyin buni bolalardan tug'ilgan anaqalar, arilar bu yoqqa olib keling. Mana bunaqa qizil-qizil bo'lmaydi. Nisbatan yangi tug'ilgan ari bo'ladi-yu. Tuki anaqa tiniqroq. Shunaqa sal ko'kamtirlar bo'ladi. Ko'kamtirroq bo'ladi. Aytgandek, bu karnikadan hozir bizda urug'ga kirgani bor. Aytganda 130 mingdan sotib olamiz. Sotdik, hozir yana tuxumga kirgani bor. Kimga kerak bo'lsa, olib ishlatishlari mumkin. Aytishingiz mumkin. Hozir may tugavyapti. Qandoq? Bu yil qurg'oqchilik kelgani hisobiga ayrim vohada ko'pchilik asal kachka qildi. Asal главный medazbor instinkti paytida ona arilarni almashtirish juda yaxshi natija beradi. Chunki qabul qilish 100% ga yaqin bo'ladi. Chunki arilar основной diqqati asalga qaratilganligi uchun onasini almashtirib qo'yasizmi, qafascha bilanmi, kalpak bilanmi, qanaqa almashtirishingiz bilan yaxshi qabul qilib ketadi. Ular asalga e'tibor berganligi uchun begona ona ari keldi deb turib chaynab, paynab yurmaydi. Shu metod bilan eskirgan onalaringizni almashtirib qo'ysangiz bo'ldi. Menga telefon qilsangiz, faqat Chirchiq shahridan chiqazib boraman taksi bilan yo kelib olib ketasiz. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant. Hali meni asal oladigan vaqtimga 2 oy, 3 oy bor deydigan bo'lsangiz, siz uni olib borib bez расплодный отводkaga ajratib tuxumga kirgizganingizdan so'ng, nargi yashigingiz, ro'y bo'lmoqchi yashigingiz kuchayib ketgan arilaringizdan har haftalab yoki har 4 kun, 5 kunda bitta usti yopilgan, to'liq yopilgan расплод bo'ladi-ku. Mana misol uchun tasavvur qiling, to'liq tuxum qo'ygandan keyin o'rtadan tug'ilishi boshlaydi. Bundoq kattalashib kelaveradi-da, tuxum qo'yib. Ana shu o'rtadan chiqishi boshlaganini qo'ysangiz, 3-4 kundan keyin yana bitta ramka olib kelib, yana o'rtasiga tiqsangiz, 4-5 kundan keyin yana bitta chiqsangiz, eng qizig'i ishchi arilar tug'ilishi bilan ona ari shu joyga bemalol tuxum qo'yaveradi, bir-birini qo'llaveradi. Tug'ilaveradi, tuxum qo'yaveradi, tug'ilaveradi, tuxum qo'yaveradi. Shu usul bilan juda 2 hafta ichida, 3 hafta ichida
Mendan olib borgan birinchi yosh naslli matka bo'ladi. Ikkinchidan aringiz kuchayib ketadi. Uchinchidan sizni arilaringizni obgom qilib ketadi. 2-3 ta rasplot bersangiz. Undan tashqari siz kuchayib ketgan arilardan rasplot olib, ularni ro'y bo'lishini oldini olib qo'yasiz. Hamda yangi matkaga kuch berib, bu yil sezoniga zo'r yetishib olasiz. Undan tashqari asal sezoni olib bo'lgandan keyin bu yosh ari qishga yaxshi armiya yetkazib beradi sizga va keyingi yilga sizni передовой arilaringiz bo'ladi inshaalloh. Ona arilarni bu yilgi rang bilan bo'yab berishdan tashqari, ushbu ona arini qanaqa qilib boqish va ushbu arini qanaqa qilish bo'yicha instruksiyasini ham beramiz. Shundan so'ng yaxshi natijaga erishasiz. Siz arini nasliga e'tibor berganingiz bilan ari boqish metodikangiz noto'g'ri bo'lsa, rezultat bo'lmasligi mumkin. Shu narsani ham inobatga olib qo'yinglar. Bu yoqda bizning nukleusli parkimiz. Keling. Nukleusli parkimizda Karnikani, demak o'sha avstriyskiy liniyasi hamda Agete liniyasi. Agete liniyasidan urug' kirgan matkalarimiz bor. Bundan tashqari bu nukleuslarimiz ichida 10 donasi sotiladigan 200 ming so'mdan berib yuboraman. Mana bunaqa yaxshiliklarimiz bor. 10 ta 13 ta 3 oilalik. Ko'ryaptimi? Yaxshi ko'ryapti? Bularni ham sotib yuboraman. Ko'pchilikning ichida arisi bor. Yaqini kelishuvlarimiz, aniq zarajat qilmayman. Chunki bizda hozir bundan tashqari o'zimizning ishimiz yetarli bo'lib qolganligi uchun sekin odam imkoniyatdan kelib chiqib ayrim narsalarni o'zgartiradi. Kimlardir uchun rosa kerak. Bizda boshida bu yaxshiliklar rosa ish bergan. Hozir bularni hammasini 7 ta oila qilsa bo'ladi, 4 ta oila qilsa bo'ladi. Hozir 3 semaykali qilib, ayrimlarda 3 ta oila bor, ayrimlarda 2 ta, ayrimlarda bitta oilasi bor ichida. Tak. Bo'ldi do'stlar. Video darslarimizni bizlar hali ishga tushira olmadik, chunki uni kontentlarni himoya qiladigan va o'sha zamon talabiga javob beradigan platforma topa olmayapmiz. Shuning uchun men ozgina nesh qilib qo'ydim. Xudo xolasa yaqin orada o'sha darslarni ishga tushirgandan keyin mana shunaqa ikir-chikir har bir mavzuni mohiyat va mazmunigacha tushuntirib berib, zo'r inshaalloh sizlarni asalarichi, o'zimiz darajadagi asalarichi qilishga harakat qilamiz. Hozircha shu e'tiborlar uchun rahmat. Mana matka, Karnika, avstriyskiy Imego liniyasi. Bu yilgi 2025 rangi ham bu yil rangi. Rangini ko'rgan bo'lsanglar, qora emas, sariq emas. Qanaqadir sariqroq, sal ko'kamtirroq. Bellarda bel bog'i bor, sariq. Bilayinga o'xshagan polosasi bor. Mana arlarga ham farq qiladi mana bunday. Karnika, Imego avstriyskiy bu, avstriyskiy. Tuxumni ham zo'r qo'yibdi. Bir tekis. Mana ko'rsatdim. Matkaga juda ko'p narsa bog'liqda. Ona ariga. Hozir kestamroq.